Esselamu aleyküm hörmetli körünmenler. Mən Süveybe. Bugünkü programımızda sizlerge Kazakistan'daki dostlarımız teyarlap yollığan Kazakistan müstakil bolgandan keyinki Uygur Maarifi Terakkiyatı hakkında hazırlangan video filmini huzurunlarga sunumuz. Assalamu alaikum. Endi men bizniki Qozog'iston Cumhuriyatidagi Uyg'ur tilida bilim beradigan Abdulla Rozbaqov nomidagi 153 gimnaziyaning qisqacha tarixi bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Gimnaziyamizning asosi 80-yillarning 5-ida yurtimizdagi Stalin kolxozining yanında Rus maktabida 86-Rus maktabida Uyg'ur sinflarining ochilishi bilan asos solingan. Ondan keyin vaqtning o'tishi bilan bu maktab 8 yillik, ondan to'liq o'tira maktabga aylanib Uyg'ur bolalarga bilim berib kelgan. Endi bu yillari maktabda mudirlik xizmatini lavozimini atqurgan maktabning dastlabki mudiri Masimjon Zulfiqarov, Tilman Baratov, Zerib Molotov shundaqla eng ko'p maktabda mudirlik qilib, shu maktabning ma'rifiga o'zining kuchini chiqargan Hinpaxun Baratovga mudirlik qilgan. Keyinroq maktabning shu yillardagi mudiri Hinpaxun Baratovning ko'p emgigi natijasida shundaqla maktabda bolalarga bilim berib atgan ustozlarning pedagogarana emgigining natijasida maktab 1989-yili mana shu bugungi yangi binoga ko'chirildi. Mana shu yillardan tortib maktabda Uyg'ur bolalarga bilim berishda ustozlar kollektivi hech qanday kuchini aymay bolalarga Uyg'ur tilida bilim berib keldi. Mana shuning natijasida 2001-yili maktabimiz shahar bo'yicha 180 maktabning ichida birinchi o'ringa eng oldingi qatordagi maktablarning qatoriga kirib, aqchilik premiyani oldi va shu yili maktabimizga maktabdagi bolalarning bilim darajasining ko'tarilishi, ustozlarning kecha kunduz tinmay emgak qilishiningki natijasida maktabga shahar bo'yicha gimnaziya statusi berildi. Shundan tortib maktabimizda ko'plagan yaxshi ishlar yurgizildi. Hem yangi Qozog'iston Cumhuriyati prezidenti Nursulton Nazarboyevningki umuman Qozog'iston xalqiga yaratayotgan barliq mumkinchiliklardan foydalanib, maktab bolalarga bilim berish, barliq bilim standartiga muvofiq bilim berib kelmoqda. Shuning bilan bir qatorda maktabimiz 2008-yili o'qish yilida Qozog'iston maktablarininki orasida Uyg'ur maktablaridan dastlabki bo'lib bir tutash milliy testga bolalarni qatnashtirib, ham nahiya bo'yicha oldingi o'rinlardan maktab ko'rindi. Maktabimizga 1967-yili Uyg'ur xalqining munavvar farzandi, umuman Qozog'iston ma'rifiga ko'p ulushni qo'shgan, Qozog'istonda Uyg'ur maktablarining ochilishiga ko'p emgak chiqargan Abdulla Rozbaqovning nomi berildi. Bugungi kunda maktabimiz Abdulla Rozbaqovning nomi bilan etildi. Endi bu sizlar ko'rayotgan mirosgoh, maktabning mirosgohi mana shu Abdulla Rozbaqovningki ijodiyatiga, faoliyatiga, ish faoliyatiga bag'ishlangan mirosgoh. Shundaqla bu mirosgohda Ulug' Vatan urushininki veteranlari yurtimizdan bu urushga berib jonini qurbon qilgan yurtdoshlarimizninki buloni shundaqla maktabimizning peshqadam ustozlarining bulonlari bor.
Бүгінгі күнде гимназиямызда 1179 оқуғычы білім алды. Уларға 92 али білімлік ұстазлар білім берді. Әнді мектепні тамамлап, бүгінгі күнде башқы сахалады ішлеп атқан оғланларымыз мектепнің тәрәқияттыға maddi və mənəvi yardım көрсетішмәқсіде мектеп тамамлығычыларының ассоциациясын құрған. Hem mana şu asosiatsiya tarafidan maktab gimnaziyada a'lochi o'qiyotgan o'quvchilarga Ibray Altinsarin, Abdulla Rozbaqiyev, Hinipahim Baratov nomidagi va gimnaziyamizning tiklanishi ko'p kuch chiqargan Saud Kibirovlarning nomidagi mukofotlar topshirilib kelmoqda. Mukofotlarning nomlari Давай. Şukurda etip ötkünümüzde gimnaziyamız Қазақстан Cumhuriyeti'nin bugünkü günde Қазақстandaki Uygurlarga yaratып berip atkan barlıq mümkünçülüklerini paydalanıp yaş evlatqa bilim berip kelmekte. Atap ötüdüğen bolsak, bu toku okuş yılını tatıp, ustazlar Manakhov'un texnologiyasını özleştirip, derslerinin sapalıq ötülüşüge teximo həssiz qoşmaqda. Şundaqla köp tıllık, köp medeniyetlik şəxsin tərbiyələşməqside bilingvallıq bilim beriş sistemisinin sınaqını ötküzüp, bugünkü günde derslerden faydalanıp gelmekte. Müstakil Қазақстанда yaşayotgan barlıq Uygurlarga özünün tilini, medeniyetini, urf-adetini saqlab, onu rivajlandırış üçün barlıq mümkünçülükler yaratılgan. Şu cümleden bilim beriş sahasında bizni en xoşal qılgan narsa Uyghur tilida bilim berilgan mekteplerge Uyghur tilidagi darsliklarning chiqishi biz uchun bir baha baylıqdır. Yani 1-ci sinifdan 11-ci sinifgacha barlıq fənlər bo'yicha darsliklar barlığı Uyghur balalarga Uyghur tilida bugungi kunda nashriyatlarda yo'riq ko'rmoqda. Mana bu sizler görüp durgan Қазақстан Cumhuriyeti'nin müstakilliği bağışlangan körgezme. Bir yıl Қазақстан Cumhuriyeti özünki 20 yıllık müstakilliğinin 20 yıllığını toylaş harpısıda oturdu. Endi bizning gimnaziyamızma mana şu Cumhuriyetimizning 20 yıllık toy bayramı harpısıda gimnaziyamızda çoğun çağrı tedbirler ötküzülmekte. Atap ötüdüğen bolsak, yakında Қазақстан Cumhuriyeti'deki Uyghur tilida bilim berilgan mekteplerdeki o'quvchilarningki Қазақ tili ve Қазақстан tarihi fenleri boyunca Cumhuriyetlik olimpiyadası ötküzülmekte. Hem bu olimpiyadanın galip çıkan o'quvchilar ministerlik tarafidan tayyorlangan gramotlarga erişidi.
шахматқа беріп биыл қатынашты, район бойынша бірінші бір жыл қатынашты район бойынша, mesela 13-ші орын екілді ма? Хамид. Абылорозбай Қайфнамдығы мектеп 1960 жылдан башлап өзінің қолына құрған. Аны бүгінгі күнлікте учен ұйғыр мектептерінің ішінде ең алдыңғы қатарлық гимназияға айналып тұрды. Бұл мектепті қазір 1000-дан ошық бала оқытады. Егер біз мектепті 60 бал білен башлаган болсақ, бүгінгі күнде балаларымыздың саны өсіп, мұғалімдеріміздің саны өсіп, балалардың білім сапасы жоғары дәрежеде көтеріліп, барлық жоңғыриятлік олимпиадаларда еттілік орынларына ілкейватмыз. Мектептің тарихияты күннен күнге өсіп, бүгінгі күнде барлық сыныптарымыз яқшы техникалық әсбаплар білен жабдықталған. Балаларымыздың оқышқа деген көз қаршы, өзінің ана тілігі болған көз қаршы күнді-күнге риважын кемекте. Біз өзіміздің ана тілімізді бүгінгі күнде сақлап келішқа бар күшімізді шығарып, ана тіліне бұныңдан кейін әулатқа ташлаш үшін біздің балаларымыз өзінің ана тілін яқшы біліш керек, шын үшін ана тіліға көп көңіл бөліміз. Ұйғыр тілі шығып атқан кітаптарымыз, дәрістіклер, оның қосымша yazғышылардың, шайырларының кітаптары балаға жақындан ярдәм беріп келмекте. Әр жылы біз көптеген кітапларны балаға тақытып, өзінің ана тілін сөйлешке үгітіп келеміз. Бүгін біздің мектебіміз шәһәр бойынша, район бойынша алдыңғы қатарлық мектептердің есебіне кіріп, мектептерге үлгі болып келмекте. Дұрыс тапты ма балалар? Иә. Дауысы? Ойлана, ұяң дыбыстан басталған сөздерді табамыз. Отыра қойып, өте жақсы. Дұрыс жазылған сөздерді табамыз. Ада дәлелдеп көрейік, кәне. Кәне оқимыз. Қолмен оқимыз. Бұл башлангыч сыныпларга чыккан едики қазақ ауылыныңки тәсвири. Энди бұл қазақ ауылының тәсвиринин бияге ясылышы. Biz hemmimiz bilimiz, Қазақстан dünya yüzündeki devletlerinin içinde yer kölemi boyunca 9-cı orunda turdu ve intayın təbiiti güzel, kən özünün dalası bilen məşhur əllərdən biri. Hem Қазақстан Cumhuriyeti yaşavatqan barlıq əzmətlərinki Қазақстанлық patriotlıq ruhda ösüşüge, öz elini söyüşü, özünün elininki təbiitini söyüşü, balalarga şundaq tərbiyə beriş məqsədi bu Қазақ ауылы mana bu şeyge yasalğan. Endi bu sizler görüp durğan Uyğur məhəlləsininki təsviri. Endi bu məhəlləninki bəyəgi yazılışının səbəbi məktəbimizdə bilim eləyətqan balalar Uyğur tilində bilim ağaçqa özünün xalqını, özünün urf adətlərini, özünün mədəniyyətini bilib şunu söyüb össün degan məqsəd bilan bu Uyğur məhəlləsininki təsviri bəyəgi yazıldı. Endi məktəbimizdə köp medeniyetlik şəxsini tərbiyələş üçün biz barlıq gücünü çıxırvatmız. Şunun üçün bu yerə Қазақ ауылы bilan bir qatarda Uyğur məhəlləsinin təsviri yasalğan. Yəni bizning asosiy məqsədimiz bilim standartına xas etno-mədəni şəxsini tərbiyələb çıxış.
Film akısta Nazgul Barkan Nazgul Yusuf Sacip Barkan Nazgul Bunu çökelge sasalım mı? Ha? Sasalım. Ben sürekli bu kadar paylaşım. Директоров на поездку в Баситка. Это суббота, рабочий день же. Генис кто чуройнула? Assalamu alaikum, qarindoshlar. Bugun sizlar bizniki ya'ni Qozog'iston diyoridagi Abdulaziz Baqiev nomidagi nomer 153 maktab gimnaziyaning qisqacha tarixi bilan tanishib chiqdinglar. Ya'ni qisqacha tarixi orqali bizning bugungi kundagi Qozog'iston diyorida yana Uyg'ur maktablarininki taraqqiyotini bir ko'zinglar bilan ko'rib chiqdinglar. Bizning maktabda hozir 1178 o'quvchi bilim olmoqda. Bununla 92 oliy bilimlik muallim, yani mutaxassis bilim ta'lim tarbiya bermoqda. Endi bugungi maktabning o'rni Olmut shahri bo'yicha yuqori o'rinda, mayli u olimpiada ko'rsatkichlari bo'lsin, mayli bir tutash milliy ko'rsatkichlar bo'lsin, mayli har qanday ilmiy proyektlar bo'lsin, shu yerda bizning maktabning o'rni alohida. Endi bizning maktabda ko'plagan delegatsiyalar, ko'plagan me'morlar, ko'plagan har qanday chet eldan kelgan mehmonlarimiz bizning maktabni ziyorat qilib ketmaydi. Bizning maktabni albatta ziyorat qilib ketadi. Shu ziyorat orqali bizning bu yerda maktabning taraqqiyoti qanchalik ahvolda, bolalarimiz qanchalik bilim olmoqda, shuni hammasini biz shu orqali biz ko'rsatamiz. Endi hozir biz men hozir qisqacha Uyg'ur maktablarining tarixiga to'xtalay. Tarixi bo'lganda, yani bizning Qozog'iston diyorida 62 Uyg'ur tili bilim oladigan maktab bor. Uning ichida 50 aralash maktablar, 12si toza Uyg'ur tili bilim oladi. Endi bizlar hozir ko'rdinglar, bizning kitobxonaga kirib, bizning bugungi kunda Qozog'istonda barliq Uyg'ur maktablariga o'zining ona tilida darsliklar haqsiz chiqarib beryapti. Shu darsliklar orqali o'zining bilimini cho'ng'irlatib, texma keng doirada bilim olmoqda. Yani bu biz için elbette kitaplarımızın çıkarılışı, dersliklerin çıkarılışı biz için bu tepilmez bir hazine. Yani mekteplerimiz mi bugün günde naydı biz fakirliğimiz Kazakistan'da şu Uyg'ur mekteplerinin saklanıp kelishi bilan birga aş mekteplerinin terakki etişi biz için bir çoğun bir hoşallık. Endi şu 62 mektebimizde balalarımız ana tilida bilim olmoqda. Şu mektepler için hükümet hem taraflama qo'llab-quvvatlab moddiy yordam qilyapti.
Bu yerda muallimlerimiz o'z vaqtida oylik maoshini, shunaqla yiqilg'u, issiqlik barliq tarafdan hukumat, ya'ni Qozog'iston hukumati ham tarafdan qo'llab-quvvatlayotdi. Endi bugungi kunda shu maktablarningki rivojlanishi, taraqqiyoti albatta biz o'zimiz Uyg'urlarga bog'liq. Hozir bizning shu Uyg'ur maktablarimizda 15 mingdan ortiq bolalarimiz o'z ona tilida bilim olmoqda. Her qandaq millatning taraqqiyoti u milliy ma'rifga bog'liq. Milliy ma'rifimiz qancha taraqqiy etadigan bo'lsa, bizning bolalarimiz qancha yuqori pallaga yetadigan bo'lsa, millat shuncha taraqqiy etadigan gap. Bugungi kunda Qozog'istondagi Uyg'urlarningki ona tilida o'qishi albatta kun-kuniga bu ko'payyapti. Sababi bugungi kunda o'zimizning ona tilidan birlikda biz davlat tili, qozoq tilini mukammal keng doirada o'rganyapmiz. Davlat tilini o'rganganda bizning bolalarimiz raqobatga tayyor bo'la oladi. Men o'ylaymanki, bugungi kunda Uyg'ur maktabida turib chiqqan bolalar har qanday raqobatga tayyor. Nima deganda ular shu Qozog'istondagi har qanday oliy o'qish o'rinlariga qozoqcha, ruscha fakultetlarga o'qishlarga tushib, o'zining bilimini davomlashtirib, kelajakda shu Qozog'istonning taraqqiyatiga o'zining ulushini qo'shmoqda. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, hozir bizning asosiy vazifalarimizdan biri milliy ma'rifni taraqqiyot etkirish, shu milliy ma'rifning taraqqiyatiga o'zimizning ulushimizni qo'shish. Milliy ma'rifimiz bizning jon tomirimiz, shu jon tomirimiz doim hayot bo'lishi uchun biz milliy ma'rifimizni saqlab qolib, shuni rivojlantirishimiz kerak. Shunga men barlig'ini chaqirgan bo'lar edim, ham bolalaringlarni o'zingning ona tilini o'rgatishga chaqirgan bo'lar edim. Diqqatingizga rahmat. Assalomu alaykum. Европалық Uyghur qarindoshlarım. Men Sahardin Yusupov, Qozog'istonda istiqomat qilayotgan yigit. Mana Aziya Plus studiyasini qurganimizga mana 7 yil bo'libdi. 7 yilning ichida biz Uyg'ur yoshlarini ko'plagan ko'riklarga tayyorlab, undan ko'plagan Uyg'ur bolalari o'zlarininki talantini ko'rsatib, faqat Qozog'iston diyarida emas, mana Yevropa, Aziya, Amerikaga hatto berib, mana Gollivud shaharlarida bo'lgan butkul dunyolik konkurslarga meni shogirdlarim chiqib, g'olib chiqib, mana shu yerlarda o'zininki hunarlarini ko'rsatib, qayda bo'lmasin Uyg'urninki soz nag'masini ko'rsatyapti. Bu bo'lsa, men o'ylaymanki, o'sha kelajakdagi yoshlarni tarbiyalash yo'lida bo'layotgan yaxshi ishlar deb o'ylayman. Endi sizlarga aytadiganimiz Yevropada jursanglarmi, mastaq Uyg'urlarni seg'inib, biz sizlarni seg'inamiz. Mana shu bizningki bugungi kundagi mana deyotgan gaplarim, mana shu seg'inish hissiyotlari deb hisoblayman o'zim. Seg'inamiz sizlarni ko'rgimiz keldim. Mana ashaq bo'lsanglar omon bo'linglar. Bizdan mana mastaq salomlar kerak vaqtida hayt deb qo'ysanglar, biz mana Ershad jurnalist ag'inimiz orqali beryapmiz mana buni. Sizlarga cho'ng utuqlan tilaymiz, omon bo'laylik. Naqsh etimizni sanglar, hatta mashaka sanglar, sizlarga naqshlarni yezib, sizlarni artist qilib chiqarib etimiz deb chaqchaqlalaymiz. Bu qo'limizdan keladigan narsa. Har vaqt omon bo'laylik. Aziya Plus nomidan sizlarga cho'ng salom. Mashhad yashayotgan Qozog'iston Uyg'ur yoshlari, shaxsan san'at suyar, san'atga ko'ydigan o'zimning shogirdlarim nomidan sizlarga cho'ng salom ham cho'ng utuqlarni tilayman. Diqqatingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'laylik.
Давай. Me.